Serka, balkon maxluqi haqida eshitganmisan? Nima yana dadam balkonga chiqib oldilar? Aytishlaricha balkonni kim ochsa, balkon maxluqi uni uyiga kirib, oila a'zolaridan birining qiyofasiga kirib oladi va u bilan umrbod birga yashaydi toki Nima? u seni o'ldirmagunicha. Yo, rostdan ham balkonda dadam o'tiribdilar, qara. Men nega qarashim kerak? Bor o'zing qara. Dada, Dada, onangning bo'lishini nima qilib qo'yding? Amman emas, ukam. Sani ukang yo'q-ku? balkon maxluqi. Axir bu men-ku. Yopiq. U kelyapti. Normalmisan? To'shna sigaretmi bu? Aytdim-ku senga og'iz ochgandan keyin sigaret chekmaydilar yomon tepadi deb.